Uyg'ur faoliyatchisi Ruqiyya Turdishning bir universitetda so'zlagan nutqini Amerikaning Torontoda turishlik konsulxonasiga ma'lum qilgan Xitoy o'quvchilar uyushmasining klub salohiyati amaldan qoldirildi. Hong Kongdagi Janubiy Xitoy Sahar gazetining xabar qilishicha, Xamilyon shahridagi McMaster universitetining o'quvchilar vakillari birlashmasi Xitoy o'quvchi va o'qish yordam puli jamiyatini Xitoy hukumatiga xizmat qilganligi sababli bayqab qolgan. Mazkur birlashmaning raisi Marandu klub qurmoqchi bo'lgan kishilarning muayyan prinsiplarga rioya qilish kerakligini aytdi. Amerika Mudofaa Ministrligi Aramco shirkatiga qilingan hujum sababli Saudiya Arabistonga vatanparvar nomli havo mudofaa sistemasi batareyasi va 200 askar avatadiganligini bildirdi. Ministerlik bayonotchisi Hopman bu vaqtdagi bayonotda talabga binoan Saudiya Arabistonga bir vatanparvar batareyasi, 4 radar va 200 askar avatadiganligini aytdi. Falastin vaqiflar va diniy ishlar ministrligi Isroiliyaning yangidan Masjidi Aqsoning ishlarini taqashning Masjidi Aqsoning xalqaro salohiyatiga xiloflik qilinganligini bildirdi. E'lon qilingan yeziqcha bayonotda hozir yo'lga qo'yilgan Masjidi Aqsoning ishlarini taqash siyosati Aqsoni ishg'ol qilish va musulmonlarning u yerda ibodat qilishini cheklashni maqsad qilgan. Bu insonlarning ibodat qilish huquqini rad qilishdir deyildi. İstanbulda 4,7 bal yer tevrab bir qancha kundan keyin tunugun İstanbul Silivri sahilida yana bir qatim 6 bal yer tevradi. Qandeli rasadxonasi yer tevrash darajasining 5,7 bal ekanligini e'lon qildi. Keyin 6 bal deb o'zgartdi. Ofat va jiddiy ahvollar idorasi soat 13:59 da yuz bergan bu yer tevrashni 5,8 bal deb e'lon qildi.